Mana bozorda yaxshi ko'radi. Narxini qo'yib sotiladi. suti bilan mana molimiz sotilyapti. Sigir birinchi tug'ishmi? İkinci. Ikkinchi tug'ish. Bolasi nima? Onadi. Bolasi xonajin. Suti 10 litr dollar hozir shammasdan mana sog'ishyapti, qani. Ash faqirga hozir to'ladi. Ammo kirani ham zo'r ekan, vazillab tushyapti. Puli nech pul? 32 kami. 32 kami bor, nech pul so'rashdi? Onadi. Xonajinmi bolasi? Nech pul so'rashdi dedingiz? 28. 28 so'rash. Shvedmi bu? Kırgız. Shved zotli ekan, mana qirg'iz. Mana bolasini qo'yib yubordik. Maza qilib yemayapti. Necha kunlik bolasi? 4 kunlik. 4 kunlik bola. Qolgan suti yetadi? Yetadi. Bemalol yetadigan olib qoladi o'zi. Qaranglar, mana maza qilib yemayapti. Buzoqda haq. Geldi. Buzoqda haq. Yana so'rasizmi? Yana bor deyapti. Ash faqirni to'ldirish kerak ekanda, xullas. Ashunaqib turib, yetib turib sog'orar ekansiz-da. 1 litr sut nech pul hozir? 10 ming. 10 ming. 1 litr sut 10 ming mana yog'liq. Primoy molni yelinidan tushyapti mana. Napor zo'r ekan, ha? Zo'r berib yuboryapti. Naporni qaranglar, kirani вообще 220 lik turbada tushayotganda tushyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar, telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.